Yana pomni bok benzin quyapmiz aka. Nimaga pomni bok ko'p quyapsizlar? Chunki kichkinaroq bokimiz. Xo'p, oldi tomonida ham boki bor, pechkasini katta endi, lekin atmosferani qarang aka. Shimkentdan уже chiqib ketyapmiz. Bugun bilmayman qancha yuramiz, lekin 1000 kilometrdan oshiq yurishimiz kerak. Qancha yuradi aka? Maza qilib boryapman. Yo'ldagi bor-ku, odamlar to'xtatdi, savol so'radi. Rostdan Amerikagami? Qoyillar deyapti. Hali Osiyoda bunaqa proyektni biroq qilmagan bo'lsa kerak menimcha. Nima deysiz? Bu oddiy proyekt emas. Sayohatchi ko'p. Lekin bunaqa retro mashinada tavakkal qilib chiqadigan sayohatchi hali ko'rmagan. Agar biladigan bo'lsangiz, kommentariyaga yozib qoldiring. Nima deysiz aka? Turishini qarang, mashinani. Voy, bunga nazar qanaqalik? Kambag'al nazarda qarashmayapti. Bunga real fanatlik O'zbekiston futbolini qo'llab-quvvatlash uchun yo'lga chiqqanmiz. Agar bora olmay qolsak ham uzoqdan ham qo'llab-quvvatlayveramiz. Prosta maqsad futbol. Amerikaga xudo xolisa yetib boradi. Hozir umuman muammo bo'lgan yo'q. Birgina muammo bo'lgan yo'q. Shunaqa gap aka.